Assalomu alaykum mehribon yaratgan Rabbimning mo'min va mo'mina bandalari. Qarang, Toshkentda hozir hamma uyquga ketgan. Chiroqlar yalt-yalt yongan. Uzoqdan chiroyli ko'rinadi. 9-etajda turibman. Qarang go'zalligini. Allohimga shukrlar bo'lsin. Yaratgan Rabbim bunchalar mehribon biz bandalarga. Allohim, o'zingizdan o'zga Alloh yo'q. Bizni siz yaratgansiz. Doimo bizga g'amxo'rlik, mehribonchilik qilasiz. Oyni qarang. Osmonda oy biram chiroyli bo'lib turibdi. Hayot biram go'zal. Tunda ham, kunduzi ham xuddi ertakdagidek. Shukr qilib yashanglar. Bir-birlaringga mehr berib, farzandlaringga ham mehr berib, bir-birlaringga oqibat qilib yashanglar. Mo'min va mo'mina bandalar. Bu dunyoda insondan yaxshilik, u dunyoda sizning savobingizni so'raydi Alloh. Kimga yaxshilik qilgansan? Qancha pul topgansan demaydi. Kimlarga yaxshilik qilgansan? Yetimlarni boshini silaganmisan? Beva ayollarga yordam berganmisan? Shu savollarga javob bera olasizlarmi? Qarindosh urug'laringga oqibat qilyapsizlarmi? Pul topilaveradi. Moli dunyo, uylar, mashinalar bu sizni